Konvektor masalasi bo'yicha ulanishlari, simni qanaqa tashlashlari sizga qiziq bo'ladigan bo'lsa, videoni tomosha qiling. Mana bu platasi hisoblanadi. Platasini yechib oldik. Bu yerda blok pitani joylashgan, keyin serprit joylashgan. Bir xillarda serprit joylashmaydi. Buni o'rniga anaqaga joylashtiradi, kollektorga joylashtirib olishadi. Bu yerda joylashgan holatida qanaqa bo'ladi? Blok pitani chiqib qolgan 24 volt plataga ulanadi. Bu ko'k GND bo'ladi, qizili 24 volt bo'ladi. Keyin plutdan kelayotgan ikkitasimiz, bittasi GND bo'ladi, bittasi plutni F1 ga ulanadi. Bunisi plus 10 volt bo'ladi. O'shanda boshqaruvga. Bitta nozik jihati bor. Mana bu yerda steker bo'ladi. Stekerni olib, misol uchun qasdin turgan bo'lsa, 1 ikkisi manual bo'ladi, 2 3 ulaygan bo'lsangiz plus 10 volt bo'ladi. Bu degani plus 10 volt plutdan boshqarsa bo'ladi degani. Mana bu ko'rishingiz mumkin. Hozir ishlashlarni ko'rsataman sizlarga. Mana bu yerda plutimiz joylashgan. Bu yerda yoqamiz. Bu yerda mana skoroustlarni baland-past qilib olamiz. 3 ta turibdi. Eng yuqorisi bu yoqda mana ishlayapti degani. Hozir mana shu plutimizni orqasini ko'rsataman, qanaqa ulanadi. Buni ko'rishingiz mumkin. Hozir atverkan oladigan bo'lsanglar, mana bu yoqda N degan 220 ni 0 ulanadi. Mana bu yerda L 220 ni fazasi ulanadi degani. Bu yerda SV bor, HV bor. Bu harf cold degani. Sovutish uchun, isitish uchun. Ana serial prividni harfga qo'yamiz. Bu isitish uchun kerak bo'ladi. Mana F1 haligi 10 plus voltga ulanadigan narsa. Ana GND esa u yoqda GND ga ulanadigan narsa. Shu bilan bemalol boshqarsangiz bo'ladi. Konvektorimizga sim qanaqa tashlash kerakligi, qayerdan qanaqa borish kerakligi qiziq bo'ladigan bo'lsa, izohlarda plus belgisini qoldiringlar. Biz sizlar uchun shu haqida video qilamiz.